Bilasizmi? Ayol erining oynasi. Hech bir ayol shunchaki sababsiz g'azab bilan ertalab uyg'onmaydi. Bu ko'pincha uzoq vaqt davomida yig'ilib kelgan og'riq, charchoq va e'tiborsizlikning natijasidir. Ayol hamma yukni yolg'iz o'zi ko'tarishga majbur bo'lganda, uning iltimoslari eshitilmaganida, uy ro'zg'or, farzandlar barchasi uning yolg'iz zimmasiga tushganida, u holdan toyishni boshlaydi. Uni charchog'ini tushunish o'rniga tanqid qilishsa, yordam berish o'rniga talab qilishsa, ichidagi muloyimlik ham asta-sekin so'na boshlaydi. Erkak uyga iliqlik va mehr izlab keladi. Ammo o'sha iliqlikni yaratish uchun o'zi ham hissa qo'shish kerak. Har bir erkak o'z hayotida mehribon va xotirjam ayolni istasa, avvalo ayolga o'zini xavfsiz, qadrlangan va tushunilgan muhit yaratib berish kerak. Qayerda g'amxo'rlik bo'lsa, ayol tinchlanadi. Qayerda hurmat bo'lsa, ayol ochiladi. Qayerda e'tibor bo'lsa, ayol yanada mehribon bo'ladi. Yana qanday fikrlar qolib ketdi? Kommentariyada yozib qoldiring va baxtli munosabatlar uchun menga obuna bo'ling.